Hozir sizlar bilan ESET 6 dasturini 2 daqiqa ichida ko'rib chiqamiz. Uстановка qilishi pin qilib qo'yilgan dasturlar tepaga chiqib bemalol yuklab olishingiz mumkin. Yuklab olganimizdan so'ng papka yaratamiz, o'zimizga kerakli. Faylga kod qo'yilgan Note32 bazalari deb ko'rishingiz mumkin. Zipdan bo'shatib olib запуск qilamiz. Bu yerda e'tibor beringlar, Note32 antivirus deganni bosamiz. Uстановка qilishni boshlaydi. Taxminan 2 daqiqa vaqt oladi. Logotip chiqadi. Keyin pastki zadachadan doполнительные parametrlar bosamiz. Обновление bo'limiga kiramiz. Bu yerda обновить degan bo'lim bor. Keyin изменить degan ikkinchi qatordagi bo'limni tanlaymiz. Bu yerda oshchalarlik bor, uni o'chirib olishimiz kerak. Keyin bazani bo'shatib olishni boshlaymiz. Telegram kanalga olingan. Ishchi stolimizga bitta papka yaratib olib, ichiga tashlaymiz. Papkamiz ichiga kirib, manzilidan nusxa olamiz. Bu yerga start qilib bosib, давайте bosamiz va okey. Okey. Endi yana ESETga kiramiz. Обновление bo'limiga kirib, обновить bosamiz. Taxminan 2 daqiqada yangilab bo'ladi. Ko'rib turganlarda yangilandi. Состояние zashtaga kirib ko'rib olishimiz mumkin.